Mana o'rtoqlar, bugun biz Doniga prank qilamiz. Hello my brother, sister. Hello. I love you. I love you. Короче, Doniga qilamiz. Doni bilmadim, menimcha urib yorsa kerak. Bu prank urib yorsa kerak. Uni ko'ramiz, buni vaziyat ko'rsatadi. Xuddi shunaqa. Bitta muammo bor, Doni qiz bilan keldi. Bizning oldida как бы chiroyli gaplashga qiz orish kerakmi yoki endi shuncha odam yig'ilgan qor urish kerakmi? O'rtoqlar, kommentariyada bu prank uyushtirilgan MD bilan bo'lgan videoni Radik ko'rmaganmi degan savollar ko'payib ketdi. O'shanga javob tariqasida bu pranklar bir kunda olingan. Ya'ni biz bir kunda hamma bilan olib, keyin ketma-ketlik bo'yicha uni qo'yib boryapmiz. Buni hamma vipuskda bir xil kiyimdaligimizdan ham bilsanglar bo'ladi. Ismingiz nima edi? Doniyor. Doniyor deb gapiraman. Showtime deysizmi, Doniyor deysizmi? Bo'ldi. Assalomu alaykum azizlar. Bugun mana Showtime, ya'ni Doniyor bilan ko'rishdik. Hozir Doniyor bizani 3 ta tovarimizni reklama qilib beradi. Hozir o'zingiz ko'rib, sifatini tekshirib berasiz. Chet eldan tovarlar keladi deb bizga. Chet eldan. Da. Bu o'zi kiyilganlar. Birinchi aka naskidan boshlaymiz. Bu naski oddiy naski emas. Boshqacharoq naskimi? Da. Bu короче yirtilmaydi. Yo'q, basikom yursangiz ham endi yirtiladi aka, shunaqa yirtilmaydi deysiz. Bilasiz, reklama. Mana yirtilmaydigan naski. Umuman yirtilmaydigan naski. Qarang, hozir bu bizning naski chet eldan kelgan, umuman yirtilmaydi. Hozir sifatini ko'rsatib berishingiz kerak mijozlarga. Qanaqa qilasiz? Mana shu yerda bitta yugurib bersangiz, Bo'ldi. o'zingiz ko'rsatib berasiz. Hop. Bu o'zbek naskisida shunda, to'g'rimi? Shunaqa aka. Mana nima bo'lib yuraveraymi? Da, o'zbek naskisi lekin chet eldan kelgan. Ha. Qali aka, bir hissiyotlar boshqa emas. Hissiyotlar nereal oyoq kiyimda yurganda yuribman. Как будто naski emas, oyoq kiyim. Shunaqa. Ha. Qarang, bu bilan bizda bitta fakt bor. Biz ana butsi futbol o'ynasa ham bo'ladi. Bosh narsa to'g'rimi, yo'qmi, hozir bitta o'zingiz tekshirib berasiz. Bo'ldi. Qatdan qatgacha yugurib berishim kerak. Mana shu yerda 5 krug yugurib bering, mana shu naski yirtilmaydi. 5 krug mana shu anaqa atrofida. Mana shunda. Bo'ldi. 5 krug. Qani ketdi. Всё, я пошёл тогда. Boshla tegishni ham sezmayapman. U naski xattamaganda olma. Mikrofon tushib ketmas ogi. Nechta yana 3 tami? Yana 3 ta qoldi ogi. Xarosh. Bo'ldi, endi o'sha to'rt ketyapti. Da, to'rt. Oxirgi kirib. Trenirovkadan uncha yugurmayman, a? Tak, всё. 5 ta krug bo'ldi, mana. Doniyor o'zi yugurib ko'rdi bizning naskida. Qalay sizga? Ayting hissiyotlarni. Naskini sifatiga gap yo'q. Yumshoq. Oyog'imni og'ritmadi desam ham bo'ladi. Asfaltda yugurganimga. Umuman og'rimadi oyog'ingiz. Asfaltda yugurishimga qaramay. Dako yumshoq ekan, material sezilib turibdi, dako oyoqqa yumshoq yotadi. Butsini o'rniga endi shuni o'yinga kiyib tushaman. Da. Mana shu naskini. Sportchilar hammasi bizning naskini tanlayapti. Hozir ikkinchi tovarni ham ko'rsatamiz, uni ham Doniyor o'zi baho beradi sifatida. Aktyorimiz olingan videoni o'chirib olib, keyin esa operatorga borib, xuddi videoni bosmagan, shuncha payt telefonni prosta ko'tarib turgandek qilib ko'rsatdi. Joy mana shu yerda bor-ku, to'g'rimi? Oddiy hozir. Da, я посмотрю вообще. Doni esa gaplarimizga ishonmay, telefonni o'zi tekshirib ko'rishga qaror qildi. Ana qilmang, qo'lingizga olmang. Ketdi aka. Ismasi chiqyapti-da, alini ham prosta. Necha tushunaman. Mana hozir 5 ta krug yugurib beradi Doniyor. Tayyormisiz? Конечно. Go. Ketyaptimi? Mana наконец-то 5 krug bo'ldi. 5 mi bu? Bu yana bitta krug bor. Yana bitta bor. Ketdi. Doniyor finish наконец-то. Qali hissiyotlarni bo'lishing endi podpисчиklar bilan. Hissiyotlar nereal? Butsida yurgandek bo'ldim. Chotka, hammasi tavsiya qilasiz hammaga. Конечно. Naskidan olish kerak, sifati zo'r, oddiy naskida turmaydi. Bez krossovka yurish kerak. Oyoqni butsi ushlaganda ushlaydi. Bez krossovka yurish kerak. Bez krossovka yursa. Ko'rish mumkin, yirtilgani yo'q. Yaqindan olib ko'rsating. Yirtilgani yo'q. Sifatga gap yo'q, endi ozgina kir bo'lgan, shunasi naski oq. Kir bo'ladi, material bor. Endi ikkinchi tovarimizni ko'ramiz. Mana shuni bitta kiyib ko'ring. Mana hozir Doniyor O'zbek shop maykasini kiyib olgan. Qalay? Sizga yoqdimi? Sifati zo'r maykani o'zida ham yursa bo'ladi, mana stilimga mos deymi, do'stlar. Stil, o'zi уже stil bo'lib ketdi, bu. Naski oq, imandaqa jinsi bilan normal. Krossovka, futbolka hech narsa kerak emas. Aksessuarlar kerak. Mana shunaqa ko'chada yuraversa bo'ladi. Любой qizlarni o'rasa bo'ladi. Da. Любой qizlarni
Aka qarang, bu sinar tuzilmagan. Hozir qanaqa ko'rsatasiz? Bu ham yirtilmaydi-da. Shu qanaqa ko'rsatasiz? Mana bitta anonsi, futbol yaxshi o'ynaysiz, mana truklar qilib berasiz bitta. Ikkita. Kopta yo'q-da, montajda qo'yib yuboramiz. Kopta qilib beringmi? Yo'q, janglar emas-da, mana отжимание yoki aniq через, yoki bitta через tepib bering. Bo'ladi-yu, mana bunaqa qaychi usta bo'ladi. Obloshkaga qo'yamiz-da, o'tga tushib bering, yoki. Obloshkaga qo'yib yuboramiz-da. Yaqin turing, chunki Doni urib yuboradi. Maksimal yaqin turing. Ozgincha через себя tepganini olsin. Ha, o'zi so'rash lozim. Hozir 5 minut yoki bitta kadr olaylik. Sizlar bilan gaplashib olishmaylik. Tarkasi oling. Assalomu alaykum. Yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Yaxshi. Assalomu alaykum. Avanti to'yingiz, savdorga yaqinlasiz. Savdor akami? Ha. Oling, bitta через tepsinlar, bitta через. Taniysiz? Ha. O'shani ko'rib qoldim-da. Tuzum soki. Ha, yaxshi rahmat. Yoki 5 minut. Bitta salto tepib olsin. Bitta salto. Bitta saltoda. Yoki mana через. Hozir gaplashib olsa-chi? 1 minut nima bitadigan narsa. Siz temada gaplashishimiz kerak-da. Bitta tepib oling yoki bitta tepib oling. 1 minut. 1 minut. Teping. Siz ketamiz. Oling, normalni oling. Anaqa yo'q. Nima savolingiz bor? Komanda bo'yicha-da, janim bor edi. Siz videoga olib turavering, hozir tepadilar. Islom akani aytdilar-da, короче. Bizda 14 yoshli jiyanimiz bor. Jiyanim, qorish kerak, 14 yo'q. Qaysi komandaga tiqmoqchisiz uni? Sizlarga. Ana uni tutganmi? Nabor bo'lganda yo'q dedi, kan Shuhratga yozlar chiqmadilar-da. Nabor yaqinda bo'ladi, xudo xolasa. Yig'ishtirib qo'yavering, bu konfidensialniroq edi, sal. Aka biz reklama olamiz. Aka reklamangizga aralashtirmaymiz, biz просто o'zlarini oldiga kelib. Siz kelib qo'shilasiz, aka reklama. Biz tema bo'yicha o'zlari biladi, misol uchun bu temani xabardor bo'lishlari mumkin. Aka, temani mani ishimga aloqasi yo'q. Men ishimni qoldim. Siz ishingiz bilan men vashchi qizig'i yo'q. Xo'p, menga meshat qilmang, bo'ldi. Mana shu narsani tugatib olaylik, hozir 2 minut. 5 minut. Yo'q, men cho'maman, hozir. Men ham syomkani gaplashib qo'yganman-da, cho'masizmi? Syomkani olganimdan keyin siz bilan bemalol. Yo'q, просто men hozir siz menga aytmagan hech kim, то что sizlar kelasizlar, qanaqa razgovor bo'ladi. Yo'q, maloymi? Aka, Sara maloymi? Sara maloy menga aytmadi, то что hech kim kelib, gaplashib, bunaqa razgovor bo'ladi deb hech kim aytgani yo'q. O'zi yozib yuboradi, nimadirlar deb aytdi menga. Islom o'zi yozib yuboradi. bo'ldi, qochib turinglar, bolalar. Qochib turinglar, shuni Unaqa olsa. narsa bo'lgani yo'q. Давайте hozir men syomkani tugatib olay, 5 minut. 5 sekund, bolalar, 5 sekund. Yo'q, men chetga o'taman, bo'ldi, gaplashib olamiz bemalol. Bo'ldi, 5 sekund. Shu syomkani aniq olaylik, bo'ldi. Bitta oling, gapiraveraylik, ushlab turing buni. Через tepasi faqat mana bularga o'tirib qolmang. Ya bo'ldi, mana bitta o'zida qilib beraman, bo'ldi. Ko'pdan, короче, o'zinglar montajda qilib montajda просто через yo'q, bo'ldi. Faqat balandroq sakrab tepaga. Хорошо. Maykani yirtilmasligini ko'rsatib bergan holda hozir через себя udatib bermoqchiman. И ko'rasizlar, то что mayka прочный yirtilib ketmaydi. Birinchi 5 ta отжимание bo'ladi, и сразу через. 5 ta отжимание потом через. Да, сразу. Ana pauza kerak emas. Keling. Tinchlikmi? Ishlaydi. Короче, bularni hozir Normalniy tayyormi Ali? Bo'ldi, tepuramanmi через? Da, balandroqga, aka, balandroqga. Ko'ptonni qo'yasizmi? Yaxshimi? Yo'q, boshdanmi? Yo'q, normalmi? Normalmi? Da. Bo'ldi, отжимание bo'ldi, hammasi. Bo'ldi, ko'rdinglar, futbol mayka yirtilmadi. Mayka yirtilmadi, hammasi chotki. Videoda o'zingizlar ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Da, endi bizning 3-главный reklamamizda bilasizlar, o'rtoqlar, bizga homiy bu O'zbek shop homiysi, главный homiysi bo'ladi, ya'ni kazino bo'ladi. Biz kazinoni qo'llab-quvvatlaymiz va o'sha holda bizani biznesimizga ular rivoj berish uchun bizga грубо говоря, homiylik qilishadi. O'shaning uchun pastdagi promokodlar orqali kazinoga kirib, o'zingizlar ham normal hisobga ko'tarsanglar bo'ladi. Nima deysiz? No comments, man. Siz qarshimasiz, qo'llab-quvvatlaysiz. O'sha raketa hammasi aka, gapiraman hozir. Men, честно говоря, bu temani bilmayman. Ha? Yo'q, olavering. hozir bu temada ketib qoldingiz-da. Kim? Biz shuni gaplashganimiz yaxshi edi o'zlari bilan. Kim, men reklama olman, nima xolos? Reklamangiz bizlar bilan xo'ja ekan. Sizga shu qilib chiqqanmili? Hop, pulini to'laylar, olib ketaveringlar. Men vaqtim bor. Aka, biz ham sizga pul beraman, o'zlariga beramiz. Nima farqi bor aka buni? Kim bilan oladi? Qarang, sizlar просто bizga kontaktga chiqmagansizlar-da. Birdan chiqqanlar yozilgan. Ko'chada gap, Sara maloy menga yozmadi, cho'masini Islom ham yozmadi menga. Men eshitdingiz, Shuhratga gapiryapmiz.
Shuhrat aka kim o'zi bilan? Kim u Shuhrat? Shuhrat aka borlar, tanimaysizmi? Yo, taniyman. Tambasi durov, aka. Давайте to'xtab turing, men islomga telefon qiling. Hozir aniqlashtiringlar shu temani. Men просто понятия не имею. Doni islomga telefon qilib ko'rdi, lekin islom telefonni olmadi. Sababi islom ham hamma narsani bilardi. Doni chalganidan foydalanib, aktorlarimizga telefon qilib, Donini men bilan bog'lashini so'radim. Brat, nima desa xo'p deb tur. Xo'p deb turur, keyin tushuntiraman. Kim turibdi oldingda? Brat, xo'p deb tur, nima bo'lsa ham oldimda odam bor-da hozir. Yaqin turing, chunki Doni urib yuboradi. Maksimal yaqin. Это пранк! Ты в курсе, пацан? Aka, sizni o'sha. Bunisi yaxshi bo'ldi. Kecha dedim, men bu chiridim уже. Adam temayapti, men ham o'ylayapman, urmayapti, men ham urmayman. Shu, tipo urishmayman, qo'yib yubordim. Barham Ali kuzatib qoldi. Yimay, urish kerakmi deb o'yladim. Nechta urshamizmi deb urshamizmi deb o'yladim hozir. Urshamizmi deb o'yladim. Cho'chitdim, men sumka turibdi, pichoq chiqardim. To'g'risi, yimay, Ali o'tirib bilan nimadir chiqaradimikin deb cho'chib turibman. Ideya bomba, мне кажется, вообще ko'p просмотр yig'adi bu video. Ham emotsional ham состояние ham shu o'rinda bo'lib ketdi. To'g'risi, urush bo'lmasin deb turibman-da. Yo bildim agar hozir Ali bilan urushadigan bo'lsak, urishsa nima bo'lsa bo'lardi. Просто xayolda bilan bu yerda mentlar ko'p, yana voq yo'qot, yana olib ket. Ideya nereal, мне кажется, chiqadi вообще. Menga yoqdi. Aktyorskiylar nerealnigi. Men o'yladim, sizlar вообще boshqani organizatsiyadan Doniyor bilan prank qildi. Xafa bo'lmadi Doniyor. Bu video agar 15 ming ta like kelsa, keyin Boshqa ishtirokchilarni chaqiramiz. Обязательно shu islomni ham qayerdir tutib olib uni yomon tushiramiz.